Thank you. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Doniyor Taktika.uz. Farruh Ismoilov, Bamos Farruh. 3-qismimizda Atlantadagi Kongoga qarshi o'yinda men bilan Farruh aka va Amos bo'ladilar. Hozir biz juda muhim joyda turibmiz. Atlantada 30 yil oldin 1996-yilda yozgi olimpiada o'tgan. Xuddi shunday tarix yozilgan Atlanta shahrida do'stlar va tasodifmi bu? Qarangki, oradan 30 yil o'tib O'zbekiston milliy terma jamoasi mundialga yo'l oldi va bugun Kongoga qarshi o'yinimizni mana shu aynan Atlanta shahrida o'tkazamiz. Doniyor, medalistlarimiz ham, ya'ni olimpiadada ilk medalni qo'lga kiritgan qahramonlar haqida ham menimcha aytsak bo'ladi, chunki biz mana shu atmosferani beruvchi joyda turibmiz. 30 yil oldin, naqd 30 yil oldin bu mustaqil O'zbekiston tarixidagi birinchi yozgi olimpiada bo'lgan. Biz tariximizdagi birinchi olimpiada medallarini olganmiz. O'sha 30 yil oldin bizning olimpiadadagi birinchi medallarimiz Armen Bagdasarov Dzyudodan kumush medalini qo'lga kiritgan va Karim To'laganov boksdan ilk bronza medali. Bu haqiqiy biz uchun o'shanda tarix bo'lgan. Yosh endi mustaqillikni qo'lga kiritgan O'zbekiston tarixida. Mana qarang, fonimizda o'zbekistonlik muxlislar turibdi. O'zbekistonlik muxlislar, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Olg'a O'zbekiston! Olg'a O'zbekiston! Omad bizga bugun, ha? Omad, olg'a O'zbekiston. Bizga blogermizlar. Da. Nima bo'lgan taqdirda ham hamma o'yinchilarimizga mana katta rahmat. Hammasiga. Вот от души прям искренне hamma. Eldor Shomurodov, Husanov, Fayzulayev, hammaga katta rahmat sizlarga. Sizlarga katta rahmat. Katta rahmat sizlarga. От души mana o'yinchilarga rahmat. Неважно. 5-0 tam это hech kim bu narsani o'ylayotgani yo'q. Hamma sizlarning mehnatinglarni biz uchun jang qilayotganinglarga rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Charchamaylar. Qo'shilamiz fikrlarga. Haqiqatan terma jamoamiz o'zi birinchi marta mundialga yo'l oldi. Futbolchilarimiz his qilib olishdi. Endi do'stlar, keyingilarda umuman boshqacha bo'ladi. Menimcha adashmasam AQShda yashaydigan vatandoshlarimizdan ham fikrlarini eshitdik. Qo'shilamiz shu fikrlarga. Atlantadan keyin biz nasib yaqin orada O'zbekistonga qaytamiz, jahon chempionatini tugatib va sizlar uchun bo'sh qo'l bilan emas, hozir FIFAning rasmiy magaziniga kirib, har bir yili yutib olishingiz mumkin bo'lgan esdalik jahon chempionatidan sovg'alarni olamiz va shartlarni ham videoning oxirida aytib o'tamiz. Do'stlar, bu sovg'a bilasiz, jahon chempionatidan, Atlantadan juda ham simvolik, ya'ni ramziy ma'noga ega, albatta siz uchun qadrli bo'lib qoladi. Ishtirok etadiganlarga barchaga omad. Ketdik. Hey guys, are you guys from Congo? Yes, we're from Congo. Yes. From Uzbekistan. Oh, yeah. What do you think about the game today? Looking forward to it. Looking forward to Looking it. forward? Looking forward to the game. Yeah? Oh, yeah. Best of luck. Best of luck. May the best team win, right? That's the best team win. Yeah? But we're winning it. Enjoy it. How do you say let's go Congo in your language? Do you know it or you know English? Let's go. The Congolese guys. Congolese guys, how do you I say say it? let's go Congo Lingala. Tokei Congo. Toki Congo. Tokei Congo. It's a film. Yala pop. Can we also say something in Uzbek? You don't mind? Yeah. Olga. No, I'm not saying. Olga. I don't know what that means. I'm not It means let's go Uzbekistan. Olga Uzbekistan. Olga Uzbekistan. Uzbekistan? Yeah. I don't know. Oha, Uzbekistan. Let's go. Thank you guys. Cheers. Good luck. Sovg'alar to'plamini yutib olish uchun YouTube'dagi video ostida birinchi jahon chempionatimiz haqida izoh qoldiring. Biz eng qiziqarli izoh muallifini tanlab, shu sovg'alarni yetkazib beramiz. Nima deysizlar do'stlar? Mana shu ikkalovini olamiz. Bo'l. Zo'r. To'g'rimi? Hammasini shuni ichiga solib, hamma sovg'alarni bitta to'plam qilib g'olibga yetkazib beramiz. Jahon chempionati kubogi haqiqiy o'sha ko'rinishda menimcha esdalik bo'lib qoladi. Kalitga, uy kalitiga, mashinaning kalitiga qo'yishga. Buni ham oldik. Va Doniyor, menimcha hamma muxlislarga qiziq bo'ladigan yana bir detal bu koptok. Ya'ni esdalik koptogi. Buni mashinaga qo'yish mumkin, uyga, ofisga qo'yib qo'yish mumkin. Qulay, ko'p joyini olmaydi. Jahon chempionati logosi tushirilgan va Amerikadan esdalik, Atlantadan esdalik. Va to'plamga mana shu futbolkani qo'shamiz. Bu yerda esdalik har bir guruhga jamoalari. Ha.
Ayniqsa biz uchun juda ham qadrli bo'lgan guruh mana Key guruhi. Va bugun o'yindan keyin ham xuddi mana shunday ko'rinishda yakunlasak zo'r bo'lardi. Why are you wearing Uzbekistan shirt? So, you want to explain? So we picked a game that's near Florida, Yeah. and so we picked a team to support while we're here for the game. You're gonna support Uzbekistan. Yeah. Yeah. We are from Uzbekistan. We actually flew in for the World Cup. Oh, very cool. Nice. Yeah, and Nice to we're meet you. Yeah. working on a vlog. Nice to meet you. Okay. Just collected the gifts. Yeah. Yeah, for one Yeah. winner from Uzbekistan, we're gonna fly back with all this memorabilia from US, Nice. from the World Cup. Yeah. And it's very nice to see So- you guys. Yeah, Stan is part of our name, so it Oh, makes sense. You're Stanley. Both We're of Stanley. you. Yes. Stanley. Okay. Yeah. So last name. Oh, yeah, so. What do you think about the game? Like, what are your expectations? And in general, Uzbekistan's performance, if you watched, followed. I'm here to have fun and see what happens, but go We're gonna see you at the game. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, we're going to the game for sure. Can you say Olga Uzbekistan? It's like Yeah, go Uzbekistan. Uzbekistan. Yeah. Olega Uzbekistan. Olega Uzbekistan. Thank you guys. Cheers. Thank Good you, luck. cheers. It's very nice to see our Yeah. flag on you. Farruh aka taksida ham video montaj qilib o'tiribdilar. Chunki hozir mana kontent olish jarayonidamiz-ku. Kontent olish jarayonida ham kontentni montaj qilish bilan shug'ullanyapmiz. Buni Doniyor juda yaxshi biladi, chunki taktikada chiqargan videolar ham do'stlar joyida qilinadi. Olinadi, joyida qilinadi, yuklanadi. Mana shunday rejimda ishlayapmiz oxirgi paytlarda. Shunaqa tadbirda, jahon chempionati tadbirida baribir tezroq chiqarib, живой kadrlarni mana taksida, bitta Atlantik taksida Yandex Go futbolkalarida o'tiramiz. Darvoqe, Yandex Go futbolkasida o'zim mashina haydamagan paytim Yandexdan foydalanaman. Bilasizmi, nimaga menga Yandex qulay? Toshkentda Yandexda yurasiz? Ha, Yandexda bilasizmi nimaga qulay? Nimasi? Chunki menda yillar davomida shu qadar ko'p ballar to'planganki, ba'zida o'zim bilan pul olib chiqmayman, kartani ham ulamayman, ba'zida o'sha akkauntimdan Yandex Plus akkauntimdan yechib oladi. Ba'zida ovqat, taom zakaz qilishga, buyurtma qilishda ham juda ham qulay. Shu sababli Yandex har doim biz bilan. Yandex Plus Multi bilan bilasizlar, agar sizlarda podpiska bo'lsa, har bitta qilgan xaridingizdan, har bitta taksida yurganingizdan, yegan ovqatingizdan hammasidan cashback bo'lib ballar yig'lanadi. U ballar o'zimizning so'mlarga teng. Mana biz endi Atlantada ham Atlantada bu Yandex tayyorlangan futbolkalar meni o'zimga shaxsan juda yoqdi. Juda sifatli qilingan va 34 ham bekorga emas, bilasizmi Farruh? Ha, xuddi shunday 34 yil avval ilk formamizdan kelib chiqib va ikki xil ma'noga ega. Bu endi meni fikrim 34 yil kutganmiz bu kunlarni va mana bu formaning dizayni ham ilk terma jamoamizning formasidan ilhomlanib qilingan, tabiiyki Yandex ranglari bilan uyg'unlashgan holda va Doniyor, menimcha obunachilaringizga bitta mana shunday formadan ham esdalik bersak bo'ladi. O'zi bizni ko'rgan bo'lsanglar, sovg'alardan to'plam yasadik. O'sha to'plamning ichiga FIFAdan, Jahon chempionatidan, rasmiy magazindan olgan esdaliklarimiz bor. O'shalarning orasiga Yandexdan mana shunaqa tarixiy hodisadan shu futbolkani ham qo'shib bitta g'olibga yetkazib beramiz. O'yindan oldingi eng muhim tadbir bu O'zbekistonliklar festivali edi. Bu yerda AQSh va boshqa davlatlardan yig'ilgan yuzlab muxlislar bayramona kayfiyatda Kongo bilan qarama-qarshilikka tayyorlandi. Atlanta emas, O'zbekistonga aylandi bu joy. Hamma yoqda oq rangli, hamma yoqda oq bo'rili, O'zbekistondan kelgan muxlislar, AQShda yashaydigan o'zbekistonliklar. O'yindan oldin bunaqa atmosfera boshqachasiga zaryad berar ekan. Qoyil, o'yinga tayyormiz. Bugün mana inshaalloh O'zbekistonimizda himoya qilgani keldik. Futbolistlarimizga Alloh kuch, quvvat bersin. Amin. Allohu akbar. Меня зовут Эдвард, я из Нью-Джерси, и я тут болею за Узбекистан. Почему ты болеешь за Узбекистан? Мои родители приехали из Узбекистана, там родились, там жили, поэтому там наши корни, поэтому я тут за них болею. Я думаю, победа самое главное сейчас для нас, потому что это будет первое в истории, и будет огромно для всех тут. Я думаю, они все будут рады, это будет такой момент, они никогда не забудут.
Logo. Qanaqa logolar? Ko'ramiz. Yo'q, logo bunda ham yo'q. Yo'q, ha? Nech pul bu? Oqidan qolmadimi? Bu 100 so'm bu. 100. Ha. Rahmat. O'zbekiston terma jamoasining formasini olmoqchi bo'ldik. Ha, yo'q ekan, afsuski, endi juda ko'pchilik sotib olyapti. Nafaqat bizning vakillarimiz, balki chet elliklar ham. Ayrim formalarda Ufani logosi yo'q. Va O'zbekiston terma jamoasining formasiga ham o'xshamaydi. Atmosferaga necha? 5. O'yingacha taxminan 5 soat qoldi. Atlantada o'rtacha bir 560 gradus bor shekilli. Juda issiq. Qaynoq futbol atmosferasi. Shunga qaramay Doniyor raqsga tushayotganlarni ko'rdingiz. Raqsga tushyapti, odamlar sakrab bayram qilyapti. Atlantani o'rtasida biza hozir suv ichib olmasak, sal soyaga turib olmasak, menimcha mazza qochadi. Hozir cooling break. Sizlar o'zingiz qayerda yashaysiz? Biz aka San Fransisko'damiz. San Fransiskodan Atlantaga keldingizmi? Futbol ko'rgani keldik. Kelganmidingiz? Yo'q, Houstonga bora olmay qoldi aka. Shunaqa. San Fransiskoda ishlab yashaysiz? Shunaqa. Ishlab yashaymiz. Atlantaga faqat futbol uchun keldingiz. Futbol uchun keldik. Qanday bitta atmosfera? O'zbekistonga qaytib kelganda ham? Da, shu aka ko'rib xursand bo'ldim. Chotki. Oshni ko'rdik, menimcha oshni yemasa kerak. Orqamda shu navbatni ko'rsanglar, juda uzun. Osh endi xudo xolisa Toshkentga qaytganimizda yeymiz. Park ichida navbat ko'rib bitta qaror qildim. Farruh aka, menimcha osh endi O'zbekistonga qaytganda yeymiz. Uyga borganda mana shu videoni ko'rib, menimcha yeymiz. Yoki yana bitta yo'li bor. Agar mabodo ko'risha olmasak, men shunday Yandex.Go'ga kiraman, taom yetkazish olib kelib berishadi. Xuddi shunaqa qilamiz. Abu aka necha yoshdasiz? 18 yoshdaman. 18 yoshda. AQShda yashaysizmi? Ha. Qaysi shaharda? Nashville. Tennessee Nashville. Nashvillda. Atlantaga terma jamoaning o'yinini ko'rishga keldingizmi? Albatta. Maydonga o'yinga tushasizmi? Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'yindan kutilmalar qanaqa? O'yindan kutilmalar endi biz hisob-kitobga qaraganda 7-8 gol urishimiz kerak ekan. Lekin ochko olsak xursand bo'lardik. Birinchi Jahon chempionati tarixida birinchi ochkomiz bo'lsa, birinchi ochko bo'lsa ham xursand bo'lardik. Qoyil, sizni fikringizga 100% qo'shilaman. Menimcha hozir guruhdan chiqish degan juda katta maqsad qo'ymasdan o'zimizning jahon chempionati tarixidagi birinchi ochkoyimizni yoki birinchi g'alabamizga erishsak, menimcha bu kun juda yaxshi o'tadi. Ochko uchun xursand bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. How did you like the atmosphere? I felt like against Portugal with Portuguese fans, they were a bit colder. Colombians were so much fun. Portuguese fans, it's Ronaldo fans. I can guarantee you there's maybe yeah. like one person from Portugal in there, bro. Like, it is what it is, you know, fair. You support Ronaldo, no problem. But against Colombia, bro, completely Colombia different story, man. was Colombia so nice. Beautiful, bro. Yeah. So cool, man. So cool. Like, again, the Portugal fans were Portugal fans, but we know why they're Portugal fans, you know, at the end of the day, so. The Colombian fans and just the interactions, the time with them, was that the highlight of the whole trip for you? 100%, man. Like, I mean, the highlight of the trip is supporting Uzbekistan, of course, right? But if I had to pick something like individual moments, then yeah, for sure. Like, the interaction with the Colombians is just insane, bro. Like, they're all so friendly, you know, and like, it really, really reminded me of the Uzbeks, you know, because again, Uzbeks welcome everyone. They're friendly with everyone. The Colombians, at least from my personal experience, was the same thing, you know? Like, they're all so kind. It was so fun. And if you recap the whole World Cup in just 2-3 words, what was it like for you? Dream come true. Yeah. Dream come true, man. That's good. That's good. Great. Thanks, Eugene. Of course, man. Thank you, bro. You wearing these colors, Uzbekistan's flag, on Italian shoulders. Come on, bro. I have to do it, man. I don't care, though. He's half Uzbek by now. Basically, at this point, hey, if you guys appreciate me and you let me be Uzbek, I'll take it, man. You are Uzbek. As long as I'm accepted, bro. As long as I want to be accepted. You know what I mean? You are. Yeah? By me personally, you are. I appreciate it. I love you, brother. Legend, man. Take care. See you. See you at the march. See you soon, man. Come on. All go Uzbekistan. Come on. Do'stlar, biz Doniyor bilan muhim joyga yetib keldik. Nafaqat bizning ortimizda turgan Mercedes-Benz stadioni, ya'ni AQShda bo'lib o'tadigan jahon chempionatini qabul qiladigan eng ajoyib, eng chiroyli stadionlardan biri. Kongoga qarshi aynan mana shu stadionda o'ynaymiz va g'alaba kutib qolamiz.
Doniyor, ikkinchi lokatsiya haqida menimcha siz aytsangiz yaxshi. Bu yerda stadion, lekin stadiondan hozir Farruh aka bilan bu tarafga qayilsak, Atlanta shahri uchun eng muhim odamlardan biri Martin Luther King statuyasi, ya'ni haykali joylashgan. Farruh aka, bu inson to'g'risida siz nimalar bilasiz? O'zi Doniyor taklif qilganda mana shu lokatsiyani ko'rib, men bundan bir necha yillar oldin universitetda o'qib yurgan paytimizda hattoki Martin Luther King haqida prezentatsiya qilgan ekanman. Ya'ni bilasiz, bu Amerika tarixida juda katta, o'sha aytaylik, aholi uchun juda katta tarixiy bir vaznga ega bo'lgan ishlarni qilgan Martin Luther King. O'sha mashhur mening orzuyim bor, ya'ni I have a dream deb boshlangan uning juda katta tarixiy bayonoti bor, tanishib chiqishingiz mumkin. Va mana keldik, u uchun qo'yilgan haykal. Bu inson o'zi umuman va Martin Luther King o'zi va Atlanta shahri AQSh janubida segregatsiya, ya'ni qora tanli odamlar bilan oq tanli odamlarning ajralishi, shunaqa katta muammolarga qarshi kurashgan va shunaqa harakatlar boshlangan markaz bo'lgan. Martin Luther King bu harakatda oldida bo'lgan va 1964-yilda fuqarolar huquqlari qonuni qabul qilinishiga eng katta sababchilardan biri va aynan shu qonundan keyin AQSh janubida Atlanta kabi shaharlarda maktablarda, avtobuslarda, restoranlarda, parklarda oq va qora tanlilarni alohida ajratish degan muammolar to'xtatilgan. Xuddi shunday va bilasizmi, Doniyor, hozir yana qaraganimda esimga tushdi. Martin Luther King kurashgan, ya'ni qarshi kurashgan o'sha ishlar ba'zi paytlarda futbolda ham ko'rib qolamiz, stadionda o'sha ba'zi bir futbolchilar ularga bo'lgan tazyiqlar va tabiiyki mana shu inson shu narsalarga qarshi kurashgan. Bo'lib ham AQShda, bo'lib ham o'sha aytaylik 100 yil o'tib prezident Lincoln adashmasam qabul qilgan qarordan 100 yil o'tganidan keyin mana shu inson hozirgacha ishlayotgan tizimni yaratib bergan. Farruh aka juda muhim narsani aytdilar. Futbolda mana 2026-yil kelgan bo'lsa, u paytlardan 60 yildan oshiq vaqt o'tgan, lekin futbolda haligacha bu muammo qolgan. La Ligani eng katta muxlislaridan bo'lmish Farruh aka aynan katta yulduzlarga qarshi, Viniciuslarga o'xshagan odamlarga qarshi juda ko'p muammolar aynan rasizm pochvasida. Va Vinicius menimcha mana shu insonni hozir o'sha ishini davom ettiryapti. U ommaviy tarzda kurash olib boryapti. Nafaqat Vinicius, hattoki Lamine Yamalga qarshi ham bo'lgan hujumlarni ko'rdik va mana shu insonlar menimcha birgalashib shu Martin Luther King boshlab bergan ishni davom ettirishyapti. Futbol bilasiz, bu dunyodagi birinchi raqamli sport turi. Tabiiyki futboldan oddiy hayotga ham bu ishlar tatbiq etiladi. Bu yerda Martin Luther King, bu yerda esa Mercedes-Benz Stadium. Mana shu yerda bugun biz g'alaba uchun o'ynaymiz va g'alaba qozonamiz deb o'ylayman. Olg'a O'zbekiston. Olg'a. Farruh aka bilan stadionni ichkarisiga kirib oldik. Fan zona zo'r umuman. Faqat o'zbekistonlik bayroqlarni ko'ryapman, ya'ni o'zbekistonlik muxlislarni. Mana hozir sizlarga ko'rsataman, atmosfera, vibe. Odamlar futbol o'ynagan, o'yindan oldin kayfiyatni ko'tarib, tanishib, gaplashib, suhbat qilib, mazza qilib vaqt o'tkazishyapti. We've been waiting for this for so long. Yeah. Finally found them. Mana oxiri fan ID'ni oldik do'stlar. Oxirgi o'yinda topdik. To'satdan shunaqa xursandman. Albatta, va bu esdalik hujjat biz uchun do'stlar. Esdalik hujjat. Ya'ni biz mana shu mundialda qatnashganimiz, O'zbekiston o'yinini stadiondan tomosha qilganimiz albatta majoziy ma'noda, lekin aniqoya. Stadionning ichiga kirib, stadionni qanaqa zo'rligini ko'rib yuribmiz. Tushunilishi uchun tashqarida 30 dan oshiq daraja quyosh qizdirib yotibdi. 40 devording. Stadionning ichida konditsioner, muzlatgichlar hammasi ishlab. Do'stlar, muxlislar futbol ko'rishi uchun, futbolchilar futbol o'ynashi uchun qanaqa sharoit kerak bo'lsa hamma narsa. Biz hozir Farruh aka bilan bu stadionni mashhur hot-dogini qidirib yuribmiz. Atigi $2 ga hot-dog olish mumkin. Stadion shunchalik zo'r, ichida namoz o'qish uchun spesialniy maxsus joylar, zonalar bor.
ichiga garchitsa, ketchup, mayonez qo'shmoqchi bo'lsangiz, shunaqa stansiyalarda bemalol kelib qo'shaverasizlar. Sizlarga yoqimli ishtaha. Yoqimli ishtaha. Hayotimdagi eng zo'r hot-dog deya olmayman, lekin juda sifatli. Hayotimdagi 2 dollar uchun eng yaxshi hot-dog. Xuddi shunaqa, 100%. Hozir Farruh aka bilan ular o'tiradigan joyiga seksiyaga kirib, stadionni o'zini ham ko'rsatamiz. Bu stadion Mercedes-Benz stadioni do'stlar. Eng zamonaviy top stadionlar ichida kuchli uchtalikda ekan. Boramiz hammamiz. Sektorga keldik. Stadionni kichkina qismi уже ko'rinishni boshladi. Уже boshlanyapti, mana et jimirlaydi. Ha. Shunaqa. Ilon. Daraja umuman boshqa. Umuman boshqacha. Farruh aka joyingizga gap yo'q. Mana shu joyda ko'ramiz futbolni va bo'lib o'tadigan o'yinni. Endi bilasiz Doniyor, vaziyat, endi o'yin haqida ozgina gapiraylik. Vaziyatimizni bilasiz. O'zimizga ko'p narsa bog'liq emas. Xorvatiya 2 ta to'p farqi bilan mag'lub bo'lish kerak. Biz plus 5 ta to'p farqi bilan g'alaba qozonishimiz kerak. Lekin agar bitta sport turida mana shunday ishlar amalga oshadigan bo'lsa, bu futbol. Va futbolda hamma narsa bo'lishi kerak. Oxirigacha ishonamiz. Mana shu videodan keyin balki biz davomini ham olamiz, stadiondan chiqqanimizdan keyin, balki umuman biz boshqacha kayfiyatlarda muxlislarning ko'z yoshlari bilan ham reportajni, ya'ni mana bu vlogni davom ettirishimiz. Hozir stadionning ichida qalay stadion? Stadion gap bo'lishi mumkin emas. Bu Meksikaga o'yinga ulgurmadim. Shu sababli atmosferasi ham yoqishmadi deya olmayman. Energy Stadiumda zo'r, menga juda ham yoqdi, lekin bu ko'rsatishingiz mumkin mana yuqoridagi kadrlarda ochiladi mana shu. Xuddi o'sha Mercedes-Benz'ning logosidek harakatlanadi va ajoyib. O'yin boshlanishiga 1,5 soat qoldi. Farruh aka, o'yindan keyin ko'rishamiz. Albatta, hozir tarkiblar ham chiqadi. Shunga ham e'tibor berishimiz kerak. O'yindan keyin yaxshi kayfiyatda ko'rishamiz. Xudo xolisa yaxshi kayfiyatda ko'rishib, o'yin to'g'risida fikrlar va umuman jahon chempionati to'g'risida gaplashib, nasib Mercedes-Benz stadiumdan, Atlantadan yaxshi kayfiyatda ketamiz. Stadionning ichida endi men o'zimning joyimni topib o'tirib oldim. To'g'risini aytsam, Farruh akadagi zo'r joy emas. Stadion yaxshi ko'rinyapti, bunaqa uzoq emas, lekin bir qismi sal berkilib qolgan. Out liniyasi zo'rg'a ko'rinyapti. O ayoqda uzoqda O'zbekiston fan klubini ko'rsanglar bo'ladi. Men o'tirgan seksiyada ham o'zbeklar kam emas. Let's welcome both teams. O'rtalar birinchi taym tugadi. Bolalarda umuman boshqa ishtiyoq, boshqa energiya borligini berib o'ynashayotgani sezildi va natija kutilmadi. Shomurodov super gol bilan hozircha bizga 1-0 hisobida g'alaba olib kelyapti. Oldinda ikkinchi taym ikkinchi golini urdi. Juda ehtiyotkor o'ynashni boshladi. Orqaga butunlay yod olib.
finalga chiqdik do'stlar. Hozirgina o'z nihoyasiga yetdi Kongoga qarshi o'yin. Birinchi taym ideal. Menga juda ham yoqdi. Ajoyib taym bo'ldi. Ikkinchi taymda to'g'risi Doniyor menimcha jismoniy holat. Ular to'xtamadi, hujumga o'tdi, xato qildi. Xayol o'tdi bir. Agar biz hozir gol urib to'xtatmasak, oxir oqibat yutqizib qo'ydik. Ulardan comeback. Lekin Kongo haqli ravishda play-offga yo'l oldi. Eng yaxshi 3-o'rinni egallagan jamoalar orasida hozirda 1-o'rinda turibdi. To'g'risini aytsam, birinchi taym qo'shilaman. Birinchi taym butunlay emas. Birinchi taymning boshida 20-30 daqiqa juda zo'r o'ynadik. Keyin kamchiliklar, kuch yetmaslik, boshqa narsalar paydo bo'lish boshladi. Va ikkinchi taymda Kongo birinchi gol urishi bilan Bizda ham o'chib qoldik, atrofda muxlislar ham o'chib qoldi, futbolistlar ham o'chib qolgandek bo'ldi. Afsuski, omadimiz kelmadi, ya'ni adashmasam ikkita golimiz ofsayddan, mana shu 3 ta tur doirasida ofsayddan hakam tomonidan bekor qilindi. Endi birinchisiga tajriba do'stlar, yigitlarga rahmat aytamiz. Ular harakat qilishdi. Daraja sezildi, ya'ni jamoalar o'rtasidagi tafovut. Shunga qaramasdan maksimal harakat qilishdi, shu uchun rahmat. Hozir to'g'risi men shaxsan optimist bo'lishga harakat qildim. Optimist bo'lish qiyin. To'g'ri tushunasini, o'yin tugaganiga hali 15 daqiqa ham o'tgani yo'q. Stadionning ichida turibmiz. Kayfiyat umuman yo'q. Mana kongolik muxlislarni ham ko'rsatding. Hozir ularning o'rnida to'g'ri play-offga chiqamizmi yo'qmi biz bayram qilishimiz mumkin edi. Lekin ularning bayrami, tabriklaymiz. Gapingizga yana 100% qo'shilaman. Kongo o'yini bilan, xarakteri bilan nafaqat bizga qarshi, Kolumbiyaga, Portugaliyaga qarshi ular xuddi shunday. Hech narsa hech qanaqa kamchiliklarsiz o'ynab berdi va Kongo bilan ham O'zbekiston terma jamoasi darajasida hozirgi vaqtda farq borligi sezildi. Klasda farq borligi sezildi. Ulardagi o'yinchilari, tajribasi, o'sha katta chempionatda o'ynaganlar. Mana bugun Yoan Bisani master klassi bo'ldi. Urgan ikkinchi golni to'liq individual mahorat mahsuli. Bunga qarshi hech narsa qilish qiyin, lekin mana shunaqa o'yinchilar o'yinlar taqdirini hal qilib ketadi. Bizda bunaqa o'yinchi Shomurodov bo'ladi degan umid tug'ildi boshida. Super gol urdi. Va men o'zim shaxsan aynan Eldor gol urganidan rosa xursandman. Lekin keyinchalik kuch yetmadi. Xuddi shunday. Darajalar hal qildi do'stlar. Bilasizmi Doniyor? Agar bitta pozitiv narsa chiqarib bering mana shundan degan savol qo'yilsa o'rtaga. Chiqarib bering. Xatolarimiz bo'ldi deylik yoki jismoniy kuchimiz yetmadi deylik. Agar mana shu narsalar Osiyo kubogigacha to'g'ri tahlil qilinsa, yechimlar topilsa, biz yanada kuchliroq bo'lib qaytamiz. Agar mana shu ishlar qilinsa, futbolchilar ham, murabbiylar shtabi ham buni ajoyib tarzda biladi, tushunadi, faqat ishlash kerak. Va endi to'g'ri hozir mundialni qurbon qildik deya olmayman, chunki birinchi mundialimiz. Bizni esa oldinda Osiyo kubogi kutyapti. U yerda osonroq bo'ladi nisbatan hozirgi jamoalarga qarshi. Lekin Doniyor dahshatli guruhga tushdik. Kim bilan gaplashmay o'lim guruhi, key guruh. Kimlarga qarshi o'ynadik mana Kongoni ham ko'rdingiz do'stlar. Good luck guys. Yes. Good luck. Uzbekistan? Uzbekistan. Okay. So what do you think about Congo's team? Bro, can you take I like the team a lot. Okay. I think you gave hard time to both Colombia and Portugal. We had a good start today. Uzbekistan had a good start. But it was a tough game because I feel like you turned it around. Yeah. We didn't have stamina, we didn't have power, whatever. I feel like our guys wanted to give it all. But they just didn't have anything left in the tank. So it's a tough loss, but honestly, I think the best team won. Yeah. Congo deserved it. I think you guys came with a lot of energy. First half, you came engaged and everything. The speed was great. But, man, like, Congo is on the rise, man. Like, Congo, it seems like we're unstoppable. So... All the best in the playoffs. Yeah.
you guys are fast. Yeah, you guys are fast, very fast, so much energy, and they're nice people, nice people. We actually got some gift from you guys. Yeah. So nice people. What did you get? I got the hat. I even lost it. Wow. I even lost it. Yeah, the hat. Bro. Yeah. Can you hold this? Yeah. I'm gonna correct this. I have a hat for you. Oh! Promise that you're not gonna I'm lose not it. gonna lose it. I just lost it because the celebration was crazy, man. Yeah. Celebration was crazy, but this one, I'll keep it. Yeah. Thank you. You make sure you don't lose it. No, let me put it on right now. Yeah, I'm gonna So answer. that, okay, Uzbekistan is officially giving me the hat. Okay. That's right, Uzbekistan. All right. My friend from Uzbekistan is giving me the hat. So this simply means that we are together, okay? So this game was an opportunity to bring two people, two countries together, okay? Okay, my brother. The better team won. Okay. All the best in the Okay. playoffs. Thank you. Go as deep as you can. Thank you. Okay, brother. All the best. Good luck. Good luck. Cheers, guys. Знаете, мое сердце переполняет благодарность, радость, грусть, столько разных эмоций, но в конце концов больше благодарности все-таки за то, что мы можем быть здесь, за то, что мы участвуем, за то, что мы сыграли с крутыми игроками, за то, что у нас была и есть возможность взаимодействовать с фанатами со всего мира, бразильянцами, мексиканцами, учимся их культуре, про Конго, Муарамбаку, я сегодня выучил много разных интересных вещей про другие страны. И в конце концов чемпионат мира – это про любовь друг к другу, про человеческое взаимопонимание, про дружелюбие, про нечто больше, чем только футбол. Я рад, что мы, тем не менее, смогли заявить на международной арене, что вот мы такие вот добрые, открытые, дружелюбные, хорошие, что наш регион есть, и он кем-то представлен. И мы будем работать над этим еще больше. Это только начало. Начало. Вот что я скажу. Спасибо большое. Спасибо. От души, от сердца. Да. Bola qaranglar, bu yerda you're American, right? Yeah. Bu yerda amerikalik brat topdim. O'zbekistonning futbolkasini olib, O'zbekistonni 2 yil oldin Olimpiadada Parijda ham ko'rgan ekanlar. So you actually seen our team play at Olympics. Yeah. Now you're seeing us play at the World Cup. Yeah, absolutely. Are you at this point an Uzbekistan fan or what? Yeah, I really do like Uzbekistan. It's interesting to see players play in the Olympics and then see the same country play in the World Cup just down the street from our house. So you are Atlantan, and Yeah. what's your name? Oh, my name's Robert. Robert. Yeah. Robert. Are you gonna go to the next World Cup to support Uzbekistan? Yeah, I mean, I honestly, like, if they play, like, and I can go, because it's difficult to get a ticket. I honestly, after this is my first World Cup, and if the next World Cup, I definitely want to go. I think your T-shirt needs a little bit of addition. Oh. From Uzbekistan. Oh, that's so This is our cool. national hat. Oh. It's called doppe. Okay. It's made out of paper, handmade. What? That's so cool, man. It's like a coronation or something, right? Yeah. Okay, now you're like almost there. You're 80% Uzbek. Yeah. You've got a hat. You've got a shirt. Yeah. You got to come to the next World Cup to support Uzbekistan. Yeah. From now on, you can't miss any World Cups. Yeah. Same as Uzbekistan. We're not missing any World Cups. You're not missing any Yeah. World Cups. Deal? Yeah, dude, absolutely. Thank you so much, Robert. Absolutely. Take care, bro. Yeah, dude. Take care. Yeah. Mundialni yoqamiz. Siz uchun eng katta highlightlar, esda qolarli eng katta hodisalar nima bo'ldi? Eng katta highlight o'zi umuman mundialga kelganimiz, yo'llanmani qo'lga kiritganimiz va undan keyingisi albatta gollar. Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasining birinchi va ikkinchi gollarini va so'nggi golni kiritdi Abbos mundiallardagi, ya'ni bu mundialdagi oldinda hali bor mundiallar albatta nasib qilsa Portugaliyada, Marokashda, Ispaniyada o'tadigan mundial, ungacha bo'ladigan boshqa qit'alararo bizda musobaqalar kutmoqda. Ajratish kerak bo'lgan narsalar mana shu uchinchisi emotsiyalar. O'sha gollarga biz bergan emotsiyalar. Gollarga bergan emotsiyami, hisobga olinmagan gollarga bergan emotsiyami, o'tkazgan gollarimizga emotsiyalar ko'p. Ijobiy, pozitivlari menimcha bir uxlab turganimizdan keyin chiqishni boshlaydi. Yana bir pozitiv nuqta, biz juda ham ko'p butun dunyodagi muxlislar uchun ochildik futbol davlati sifatida. Doniyor, siz o'tirgan tribunada menimcha bo'lgan, biz o'tirganlarda
har xil millat vakillari, argentinaliklar, amerikaliklar, yevropaliklar O'zbekistonga, ayniqsa bugun stendni ko'rdik, o'sha O'zbekiston stend ismli yigitlar ochildik xullas. Bu bizga juda ham katta plyus beradi va tabiiyki futbolchilarimiz uchun ham Yevropa deylik, boshqa kuchli chempionat eshiklari ham ochiladi. Mana shu ham ajoyib yangilik. Nasib Abbosbek Fayzullayev, Behruz Karimov, Nasib boshqa o'yinchilar, balki Azizjon G'aniyev. Eldor Ro'ziga ham hozir juda ko'p talab bo'lib ketishi mumkin. O'yinchilarimizga talab oshib, jahon chempionatidan keyin bizani mamlakatimizga, bizani chempionatimizga, bizani o'yinchilarimizga e'tibor oshsa, bu jahon chempionatidan kichik yoki katta baribir yutuq deylik. Ha, keyin do'stlar bir iltimos qilardim sizlardan. Bu video chiqadi YouTube'da va terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaylik. Bu bizning milliy jamoamiz, bundan boshqa jamoamiz yo'q. Qanday bo'lsa xuddi shundayligicha to'g'ri biz talab qilishga haqqimiz bor. Ular mana shu narsani eshitishadi, albatta ishlashadi va haqiqiy bahoni biz hozirgi yangi terma jamoa loyihasiga menimcha Osiyo Kubogida bersak bo'ladi. Terma jamoamizga, umuman o'yinchilarimizga va O'zbekistondan AQSh va Meksikaga yetib kelgan muxlislarimizga, butun AQShdan, Meksikadan, Meksikada yashayotgan muxlislarimiz yig'ilib terma jamoamizni qo'llab-quvvatlagani uchun katta rahmat. Biz menimcha shu bilan AQShdagi Atlantaga 3-o'yinimizdagi vlogimizni yopamiz. Bu videoni albatta Allplay YouTube kanalida ko'ringlar. Videoga like bosib, izohni ko'proq yozinglar. Qanaqa stilda bo'lsa hammasini yozinglar, bizga bu juda qiziq va eng muhimi sizlarni aktivinglar bu videoni ko'proq odam ko'rishiga juda katta yordam qiladi. 3-qism Atlantadan Farruh akavamiz bilan katta rahmat Doniyorga, umuman Allplayga, Yandex jamoasiga taklif uchun ajoyib bo'ldi. Olg'a O'zbekiston, nasib oldinda ko'p va undan ham ko'proq g'alabalar bo'ladi. Osiyo Kubogini qo'lga kiritadigan bo'lsak do'stlar, mayli finalga chiqadigan bo'lsak Doniyor bilan mana shunday yana bitta qismini taqdim etamiz sizga. Olg'a O'zbekiston. Kelishdik. Rahmat. Rahmat Farruh aka.